Assalomu alaykum hammaga. Navbatdagi qo'y tarozimizni Namangan shahriga olib keldik. Har doimgidek razmerlarimiz uzunligi 1.20, eni 70. Aka bitta chiqib ko'rsatib bering. Mana bu tarozimiz 1,5 kilogacha tortadi. Bu tarozimizning bitta xususiyati bor. Odam chiqadimi, mol chiqadimi, qo'y chiqadimi deylik. Bu qo'y tarozimiz. Aqabaqa qimillab ko'ringlar. Mana sifir o'ynamaydi. Deylik qo'y aqabaqa qimillaganda ham 1 kiloni ushlab turadi. Mana ko'rib turganingizdek qimillayapti. Bemalol bitta sifirni ushlab turadi. Aka, bu obunachilarga tavsiya qilasizmi tarozilarimizni? Xudo xolisa anchadan bir kuzatib keladi do'stlarni. Xolisa hamma yoq ishlaklardan so'rab, surishtirib, hamma yoq cho'tki holatda ekan, biz ham zakaz qildik. Xudo xolisa tavsiya qilamiz. Ko'ngildagidek bo'ptimi? Hamma narsa zo'r. Xudo xolisa biz o'ylagandan yaxshi. Bu akamiz tandirchi ekanlar. Har qanday tandir xizmat kerak bo'lsa aloqaga chiqishlari mumkin. Deylik, somsa tandirlari, mana hozirgi kunda mana so'qoq somsa deydimi, shunaqa tandirlargacha bor ekan. Shu uyda baliq pishirgani kichkina tandirlargacha bor ekan. Aka, tandir xizmatiga nomeringizni aytib ketsangiz. 90lik 275 275 18 18. Tandir xizmati kerak bo'lsa aloqaga chiqishlari mumkin. Bizim manzil Namangan viloyati Pop tumani Turkiya tarozilar yasash xizmati. E'tiborlaringiz uchun hammaga rahmat.